Bo'yiga qarang, gavdaga qarang. Va jahon chempionati erkaklar o'rtasidagi musobaqa o'sha jadvalga e'tibor qiladigan bo'lsak, 10 ta vazn toifasida 6 tasida o'zbekistonliklar chempionlikni qo'lga kiritgan, 3 tasida qozog'istonliklar. Erkaklar o'rtasida. Erkaklar o'rtasida va bu oxirgi 10-jang boshlandi. Omad tilaymiz Jahongirga. Albatta biladi bir-birini, yaxshi zarba bor. Oldin 2 marotaba uchrashgan va 1-1 hisob, menimcha. 1-1. Yaxshi kutib oldi, to'g'ridan yo'llangan zarba. Albatta og'riqliroq boshga yo'llanayotgan zarbalar gavdaga o'tkazdi, lekin mana bunday tarzda qattiq zarbalar bilan javob beryapti. Jahongirda kuchli zarba bor. Klinchdan zarba bilan chiqib ketmoqda Oybek. Bahodir bilan Tunkabayev aynan mana shu vaznda chempionlik uchun ko'p marotaba to'qnash kelardi. Endi navbat bularga. Yangi avlod vakillariga. Albatta masofani ushlash kerak. Jahongir buni yaxshi his qilib turibdi. Kecha aynan 2 karra Olimpiya o'yinlari chempioni, 5 karra jahon chempioni kubalik sportchini musobaqadan chiqarib yubordi Qozog'iston vakili. Gavdaga yo'llangan zarba, yaxshi ikkilik. Masofani ushlashga harakat qilyapti. Havoda qoldi. Javob ajoyib bo'lmoqda. Yana bir urinish. Klinch o'z navbatida biroz tin olgan holda hujumni davom ettirmoqda. Jahongir adashmasam Bolgariyadagi musobaqada knockdownga ham tushirgan edi. Jahongir bu safar ham mana shu maqsadlarni, shu urinishlarga yana bir isbot beramiz shekilli. Bir daqiqadan kamroq vaqt qolyapti. Murabbiylarga tez-tez qarab qo'ymoqda Jahongir. Yo'l-yo'lakay ko'rsatmalarni eshitmoqda u. Juda zo'r tutib oldi. Xarakter bilan boryapti qozog'istonlik bokschi. Iloji yo'q, yo'li ham yo'q menimcha. Agar masofada jang qiladigan bo'lsa, yutkazib qo'yishi aniq. Zarbani o'tkazib yubordi tanaga Jahongir o'zi hujumga o'tgan paytda. Bitta zarba bilan raundni yakunlaymizmi? Yaxshi, o'zi ham zarba o'tkazdi, lekin ancha kuchli zarbani raqibiga yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Birinchi raund 3-2. Johir Zokirov foydasiga. Jahongir Zokirov 19-19-19-19-9-10. Hakamlar Estoniyadan referi. Hakamlar Argentina, Turkiya, Xitoy, Taypey, Guatemala va Bolgariyadan. Yaxshi boshladik, eng asosiysi birinchi raund g'alaba qozonildi. Mana ko'ryapsiz, har ikki burchakda ham tezlik bilan ko'rsatmalar berilyapti. Demak, Jahongir Zokirovning otasi ham, Lazbek ham sekundantlar, murabbiylarimiz qatorida bu albatta foydaga ishlaydi degan umiddamiz. Biroz jarohat ham bor, adashmasam qozog'istonlik sportchida. Chunki zarbalar ta'sirida qovog'ida biroz shikast ko'rinmoqda. Chap qo'l to'g'ridan beradigan zarbani kamroq ishlatyapti. Bu nihoyat ishladi. Unga shortidan o'tkazib yuborishga, o'sha chap berishga harakat qilyapti. Oybek O'rolboyev. Va bu jihat bir necha marotaba takrorlandi. Bundan menimcha Jahongir to'g'ri xulosa
qaytarish kerak va tinimsiz ravishda otasi tarafga qarayapti. Ko'rsatmani tushunib olish uchun to'g'ridan yaxshi bo'ladigan chap qo'l zarbasini pastroqdan bersa, bitta zarba berib klinchga o'tib olyapti. Bu yaxshi taktika. Menimcha murabbiylarning fikri mana shunday ko'rsatmasi bo'lgan. Uni bajaryapti sportchimiz. tegmadi-da. Yana o'sha holat. Bunisi aniq. Gavdaga yaxshi. Endi Orolboyning hujumi. Birinchi raundda katta kuch sarflashdi sportchilar. Qozog'istonlik bokschida yaxshigina jarohat bor. Chap boshi yorilgan. Mana bu shu nuqtaga yo'llanmoqda. O'zi o'tkazdi Jahongir, javob berildi o'z vaqtida. Ikkilik zarbasi. Yana bitta zarbani ko'ramizmi? To'g'ridan yo'llanayotgan zarbalar, albatta chap qo'lida ajoyib kuchli zarbasi bor Jahongirning. Biroz pasdan bo'lsa, oldingilaridan ham kuchliroq va aniqroq bo'lardi. O'tib ketyapti-da. Biringashidan birinchi zarbani qabul qilyapti, ikkinchisini o'sha chap berishiga ortidan o'tkazib yuboryapti. Ikkinchisi ham samarali bo'lsa, siz aytgan nokdaun holatiga ham yaqinlashib qolishi mumkin. Mana biroz pasaytirdi. Biroz pasaytirdi. Qoringa yo'naltirilgan zarba edi. Chunki raqib bo'y pastroq nisbatan. Yon tomondan ayyoralik bilan yo'llangan zarba va so'nggi soniyalar tezlashish kerak. Ikkinchi raund tugadi. 4-1. Jahongir Zokirov foydasiga. Bitta hakam Oybek O'rolboyga. Uchinchi hakam. Birinchi Xitoy ekan. Ekrandagi titrdagi bilan bizdagi tarmoqdagi to'g'ri kelmayapti buncha. Eng muhimi, ikki raund o'z foydasiga hal qildi Jahongir Zokirov. Qadrli muxlislar, bu yerda nafaqat chempionlik, balki umumjamoa hisobida ham birinchi o'rin uchun jang ketyapti. Hozir buni 3-raundda oxiriga olib qo'yaylik. O'zini shunda qiziqroq bo'ladi. Kayfiylik hakam. Ayog'ida ishladik, to'g'ri aytyapti. Demak 3 daqiqa, qadrli muxlislar, 3 daqiqa oltin medaldan ajrab turibdi. Mana murabbiylarimiz yaxshigina ko'rsatma berishdi, keskin ko'rsatmalar va uning ifodasini birgalikda kuzatamiz degan umiddamiz. Boshlandi 3-raund. Himoyaga tegdi. To'g'ridan yo'llangan zarba. Seriya Jahongir tomonidan. Yo'q, ochiq jangga kirmagan ma'qul menimcha. Yaqin masofada raqibga biroz qulaylik tug'dirib qo'yishi mumkin. Menimcha. Mana shu bitta zarba bilan so'ng klinchga o'tib olgani ma'qulroqdek. Yaxshi. Mana shu harakat yaxshi, oyoqda ishlab. Qarang, shu paytgacha oldin o'ng qo'l, keyin chap qo'l edi. Hozir chap qo'l bilan boshlab qoldi, buni kutmagan edi. Va aniq zarba bo'lib chiqyapti. Papa tushib ketdimi? Bo'shashmaslik kerak. Jahongir bo'shashmaslik kerak, davom etish kerak. Yaxshi zarba bilan boshladi. Yana bitta chap qo'l. Yana gavda qismiga klinchga kirib to'g'ri qildi. Bu yerda Oybekning ham xayrixohligi bor edi, chunki chiqib ketishi qiyinroq edi. Vaqt esa o'tib boryapti. Bu o'tayotgan vaqt Zokirov foydasiga. Yana klinch. Toliqish bor-u, lekin bu darajada o'zi tashabbus ko'rsatdi. Nariroq tur degandek surib qo'ydi raqibini.
Aldamchi harakatlar, yana klinch. Zo'r yana hujum bilan boshlayapti. Lekin endi zarbalarni shu kuch bilan yo'naltirish masalasi biroz muammodek tuyulayotgandek ko'rinmoqda. Ya'ni qanday qilib bo'lsa ham, nima qilib bo'lsa ham raund oxiriga yetkazib qo'yish kerak. 1 daqiqa atrofida vaqt qolyapti. Juda yaxshi, o'zi ehtiyot bo'lish kerak. Hozir oddiygina yiqilib, sirpanib yiqilib tushsa ham bir narsalar bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun oyoqda tik qolaverish kerak. Yaxshi ikkita zarbani o'tkazgandan so'ng klinchni yuzaga keltirdi va eng og'ir vazn toifasi, albatta zarbalar ham shunga yarasha bo'ladi. Qadrli muxlislar, bu yerda yarim daqiqadan ko'proq vaqt qolyapti. Yana oldinga keldi O'rolboy. Shunchalik qattiq charchoq hissini tuyayotgan bo'lsa, Jahongir davom etish kerak. Qimirla dedi. Otilyapti O'rolboy. Yaqinlashib bo'lmayapti. O'rta masofaga borsa, So'nggi 10 soniyalar. Qani, Jahongir. Mayli. Bemalol, bexijolat. Bizga nisbatan qancha bunaqa voqeliklar bo'lgan. Biz ishlatsak-chi, zo'r, ajoyib. O'ylaymanki, muammo yo'q bu yerda. Jahongir Zokirov. Albatta ikkita raundni o'z foydasiga hal etdi va mana bu so'nggi raunddagi harakatlari qanday baholanishi albatta muhim. Lekin o'ylaymanki, muammo bo'lmaydi. Bu jahon chempionatining eng og'ir vazn erkaklar o'rtasidagi final jangi. Dadasini. Men's over 90 kilo world boxing champion. And boxing out the blue corner. Afsuski g'olib Aybek O'rolboy deyilmoqda. Mayli. Kichik ochko farqi bilan demak, mana shu so'nggi raunddagi faolligi evaziga Aybek O'rolboy